Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun biz Toshkentning eng boy yosh biznesmenlari bilan hozirda intervyu quramiz. Abdudamas qolamiz. Assalomu alaykum. Abdudamas aka. Assalomu alaykum. Nima gap endi? Ogishotga ko'chdingizmi? Bu yerda o'sha bitta xonadanimni, bitta xonasini remont qilyotgandim. Shuning vaqtinchalik masjidda oldim. Kambag'alchilik yashirish kerak. Paskatchilik, Mishleniya bagati bo'lish kerak, mishleniya. Bagati mishleniya. Eng muhimi, masjidingizda bitta kassa apparat qo'yib qo'ying. Alo. Do'stlar, O'zbekistonning eng yosh millionerlaridan biri Abdudamas aka. Sog' bo'lasizlar.